Ye, usta bobo, nima qildingiz buni? Yangi qilingan travertin edi. Super moyish travertin hozir bitta yuvib ko'rsataman bemalol. Ketadimi bu suv bilan yuvsa? Qo'rqmasa ham bo'ladi. Qani azob bo'lsa ko'ramiz hozir. Super moyish travertin bitta ham qolmaydi. O gap yo'q mana. Bitta suv bilan top-toza qolsalaringiz bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga travertin narxlarini yoritib beramiz. Muhammad aka, usta akamiz, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshi xudo. Akajon hozir ko'rsatib berdingiz-a, qanchalik bu super moyishchiligini. Bemalol mashina chang bo'lgan, loy bo'lgan taqdirda ham yuvib olsalar, travertinga zarar yetmaydimi aka? Xuddi shunday. Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozir Samarqand viloyatida qilgan ishimizni sizlarga ko'rsatib beramiz. Umuman hech narsa qilmaydi. Quyoshga, suv bilan yuvsa, ichkariga suv o'tkazmaydi. Super moyishi. Do'stlar, videoga bittadan like bosib qo'yinglar. Biz sizlarga hozir birma-bir usta akamiz bilan savol javob qilib, narx-navosi, kvadrati qanchaligini aytib o'tamiz. Xo'p, usta aka, bu xonadon o'zi necha kvadratli ish va necha kvadratli xonadon bo'ldi aka? 300 kvadratli hovlimiz. Samarqand shahrida joylashgan. Xo'sh, bu ishimiz kartamera fason bo'lgan, oq travertindan ustiga jemchuglarni urib, polirovka bo'lgan. Necha kunda qilib berdingiz akajon? 2 haftada tugatib berdik. 2 haftada? 2 haftada mashina 300-400 kvadratlarni ham tugatsa bo'ladi. Bemalol hozir ob-havoda bemalol tugatsa bo'ladi. Shu. Travertin kartamera fason mana suv bilan yuvdik. Umuman mana bu dog'larga ham даже loycha kirib qolmagan do'stlar. Bemalol qo'rqmasdan super moyish travertin. Oddiy travertinga qaraganda buni xususiyatlari juda ko'p do'stlar. O'zini tarkibida suv qaytaradi va issiq sovuqda ham qaytaradi, aka, nasib bo'lsa. Xuddi shuni yomg'irga, issiqdan qo'rqmaydi. Fasoni ham hozirgi yangicha fasondan kartamera, sokil, devol, tunikafon juda ham bir-biriga mos tushgan ranglar. Boyagidek ko'zni charchatmaydigan ranglar. Hozir ichkarilarini ham ko'rsatamiz, juda ham chiroyli chiqqan. Eng trenddagi rang bo'lgan 2 haftani ichida bitiribdilar mana. Pinaplexda mana bu tosh fason berilgan. Buni ham usti sepib, zaterka qilib operatorimiz ko'rsatadi. Juda ham hozir ustilarini chiroyli qilganmiz, sepib zaterka qilingan. Tegadan chiroyli qilib travertin sepilgan ama ustiga buni. Sepib zaterka qilingan, ustiga jemchug laklari berilgan. Suvdan qo'rqmaydi. Sokillari mana bunaqa qilingan, sokillari qora bilan oq chiroyli bo'lgan ekan. Uyda ichlarni ham ko'rsatsak aka endi. Keling qani. Mana bismillah. Uyda ichimizga ham arkalar tushirilgan do'stlar. Arkani ichiga yangicha fasonlar qilingan. Mana kirib kelganingizdan 6 ta arka bor ekan aka uyda ichiga ham. Arka tushirib, arkani ichiga g'ishcha fasondan berganmiz. Mana g'ishcha fason qilingan ekan do'stlar, qaranglar. G'ishcha fason o'rtalari kulrang qilingan ekan. G'ishcha fason arkani bu ham Pinaplexdan bo'lganmi? Pinaplexdan ramka qilganmiz, ramkani ichiga g'ishcha atrof kartamera bo'lgan. Bu alohida summa bo'ladimi yo bitta summa bo'ladimi? Yo'q, ichida qilib ketaveradi. Ichida bo'lib ketadi, ha? Yana qanaqa fasonlari bu arkani ichiga tushirsa? Bu juda ham bu takrorlanmas, juda ham ko'p xillari bor. Xolasa yaproqlar, xolasa trafaret. Endi bu uyda egasiga hozir g'ishcha deganga biz g'ishcha tushirib berdik. Bu juda ko'p fasonlar bor. Do'stlar, usta akamiz nomerlari, telegramlari ham bor. Bemalol yozsalaringiz, arkani ichiga qanaqa fason ketishini va uylaringizga qanaqa fason qilishlaringizni sizlarga obrazец tashab beradilar. Xohlagan fasonlarni tanlasalaringiz bo'ladi. Har bitta oynani girdiga Pinaplexdan tega yopishtirib beribdilar. Mana bu taraflari travertin kartamera fason qilingan ekan. Endi narxni aytib o'tsak, hammaga qiziq. Aka, usti narxi alohidami yoki ichida qilib berasizmi? Hamma narsasi ichida $10 qilib berganmiz. Faqat bizga mana penalarni sotib bergan uстановkalarini ichida qilganmiz. $10 mana shu kartamera fasonini fondan qilib beramiz hammasi ichida. Mana do'stlar, eshitdinglar, $10 ichiga xizmat haqqi ham ichida bo'ladi. Xizmat haqqi, o'sha materiali kiradi bizaga, lesasi, xo'sh, keyin mana bu penalarni olib beradi. Shularni uстановка qilib ichida qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. 12 ta viloyat bo'yicha nomer 24 soat ishlaydi. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Bemalol qo'ng'iroq qilasizlar. Uyimizga baho beringlar. Eng so'nggi rusumdagi hozir fason bo'ldi-a, bu travertin oq
Kartamiro fasoni. Hozir 2025-yilda eng trenddagi fason hozir atachentelar urilgan. Hozirda talab kuchli bu fasonga. Yaxshi. Bu taraflarni qanaqa qilib berdingiz aka? Mana bunaqa dizaynni. Bu shikolatkalar sepilgan, sepma variant. Mana bu tagalari bilan bu shikolatkalar bir xil, devor bo'lsa kartamiro bo'lib ketgan. Sepilgan bo'ladi-mi unisi? Ha, sepilgan. Penaplex bilan mana bu girdisi sepilgan ekan, bu tarafi travertindan qilingan. Aka, necha sloy bo'lgan bu? 2 sloy travertin qilganmiz. Keyin ustidan polirovka, keyin ustidan 2 sloy jemchug urganmiz. Baquvvat uyni mana bu suv o'tkazmas, uyni ancha himoya qiladi. Lakirovanniy bo'ladi, ha? Mana bu remis kolonnalariga ham bu betondan quyilgan. Bularga sepib, xuddi shunday zatetga qilib o'ziga xos chiqarib bergan. Bu beton bo'lgan, beton ustidan sepilgan, ha? Xuddi shunday beton remis kolonni quyib ketdi. Biz ishga kelgan vaqtimiz quydi. Qurigandan keyin buni ustiga sepib, chiroyli qilib berdi. Usta aka, xizmatlar faqat O'zbekistongami yo chetga ham chiqasizlarmi? Yo'q, hozirda Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston respublikalaridan ham aloqaga chiqyapti. Bemalol boramiz, hamma respublikalarga ishlarni bitirib beramiz. Borib ham keldik. Yaxshi. 12 ta viloyatga undan tashqari Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga ham borib xizmatlaringizni qilib berekanlar, bemalol aloqaga chiqaringlar. Uyimiz qaranglar, do'stlar, juda chiroyli bo'lgan. Mana bu taraflari ayniqsa eng yoqqan taraf menga mana shu arkani ichiga noodatiy qilib g'ishchalar qilingan ekan. G'ishchani ham o'rtasini rangini mana oq qilmabdilarda, seriya qilibdilar. Oq bilan bari qora juda ham zo'r kelishadi. Juda zo'r bo'lgan, ha. Xo'p, usta aka, bu uyimiz o'zi loyshoq bo'lganmi yoki qumshoq bo'lganmi? Osti, uyni osti. O'zi bu travertin qumshoqqa mo'ljallangan. Agar loyshoq bo'lsa ham, unga ozroq xarajat qo'shiladi, kaffinlikda sug'oriladi. O'zi bu joyimiz hozir shkaturka. Shkaturkaning ustidan biz promo shu travertin qilganmiz. O'zi aslida ham shu shkaturkaning ustidan mo'ljallangan. Loyshoq bo'lsa ham qo'rqinchli emas. Biz borib ozroq xarajat qo'shiladi, kaffinlikli qilib beramiz, bitirib beramiz. Keyin mana bu uyimizda mana bu klientlarimizga usto nomida maslahat bersak, misol uchun derzani girdini arka bo'ladi-yu. Mana shuni Pinaplex yopishtiraylikmi yoki nimadan shtukaturkadan chiqaraylikmi yoki gips qilaylikmi? Qaysi ko'proq bizga xizmat ko'rsatadi? Hozir beton bo'lsa juda ham zo'r. Beton narxi qimmatroq bo'lgani uchun Pinaplexdan foydalanyapmiz. Pinaplex ham hamyonbop, ham suv bilan reaksiyaga kirishmaydi, ham juda ham chiroyli chiqadi. O'shaning uchun hozir Pinaplexdan qilyapmiz, arzonroq. Beton bo'lsa juda ham zo'r, beton ham zo'r chiqadi. Fasadchilar o'zi chega qilib ketgan bo'lsa, ustidan sepsa ham o'sha chotga chiqadi, ha? Shunday, mana shu beton kolonnaga o'xshab, u ham juda ham zo'r chiqadi. Xuddi mana shu bilan bir xil chiqadi. Mana shu Pinaplexdan biriga bir o'xshatilgan. Bu hamyonbop. Mana shu hozir penadan bo'lgan, ustiga qum urilgan, juda ham mahkam. U protiudarni zo'r chiqqan, xuddi betondek. Usta aka, endi bu ishimiz necha yil turib beradi? Garantiyalari qancha? 10 yilga mana shu garantiya qo'rqmaydi. Travertinimizga. Travertin o'zi mana shu fasadga 10 yil garantiya berilyapti. O'sha firmalar tomonidan firmaning yaxshi travertinini urganmiz. Biz ham shu garantiyani beramiz, bemalol. 300 kvadrat do'stlar, xonadonimiz $10 dan hisoblasalaringiz $3000. $3000 ichiga uylaringiz chiroyli bo'ladi va undan tashqari usta narxi alohida bo'lmaydi. $10 ichiga usta xizmati, materiallari, barcha xizmatlar ketadi. Uy egasidan talab qilinadigan narsalar lisa olib berasizlar, shtobi ustalarimiz balandroqqa bo'ylar yetib ishlashiga va mana bunaqa Pinaplex olib berasizlar. Arkani girdiga va oynani tegani qildirmoqchi bo'lsalaringiz, bir xil xonadonlarda ko'ramiz, oynalarni girdiga tega qildirmaydi. Travertinni o'zidan ustalarimizga aytadi, chizib, tega fason chizib ham berasizlar, u bepul ketadi. O'sha kvadratcha ketaveradi, u muammo yo'q. Kvadratcha ketaveradi. Agar tegadan Pinaplex yopishtiraman desalaringiz, alohida o'zlaringiz sotib olasizlar. Uncha qimmat bo'lmaydi. Bitta derazaga, standart razmerli derazaga 250 ming ketadi. 250 ming, patolog 300 minggacha, u ham fasonlariga qarab 250 mingdan boshlanadi. Yaxshi. Bemalol qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi. Uyimiz chiroyli bo'lgan. $3000 ga bitgan xonadon mana do'stlar. Usta akamizga bog'lanaveringlar. O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatadilar. Yana bitta maslahat usta aka, birinchi mana uyimiz nol bo'lib turgan bo'lsa, shtukaturka bo'lgan bo'lsa, hali sokil bilan patolog qismi bo'lmagan bo'lsa, birinchi qaysi ustani aytsa, bir-biriga meshat qilmaydi va devorimiz qirilmaydi, shtobi yangi usta kelib ishlaganda. To'ppa-to'g'ri savol berdingiz. Ko'pincha bizga murojaat qiladi. Shkaturka bo'lmagan, sokil bo'lmagan, patolog bo'lmagan deydi. Avvalambor birinchi shkaturka, keyin patolog, keyin sokil, oxirida biza travertinimiz.
devoldan keyin polga o'tiladi. O'shanda постепенно navbat bilan to'g'ri ketgan bo'ladi. Zazorlar yopiladi, bu zazorlar yopiladi, keyin devol bo'ladi, keyin oxirida yer bo'ladi. Akkuratni chiqib ketadi, keyin bemalol to'y qilsa bo'ladigan uy bo'ladi. Ana do'stlar, usta akamizdan maslahat, birinchi patologlarni, keyin sokil qismini qildirib olib, keyin fasadni travertin qildirib, oxirida burchatga nima kafel qilsalar ham qildirsalaringiz, bir-biriga ish mishat qilmaydi. Misol uchun bo'ladi-yu, birinchi travertin qilib, keyin sokil qilinsa, baribir bu tosh yopishirilayotgan payti, qo'yayotgan payti qirib olsa, keyin ustoga minus bo'ladi. Usto baribir garantiya bergandan keyin ustoga minus bo'lmasligi uchun birinchi sokil patolog, keyin rastvor o'chadi. Rastvor o'chadi. O'sha rastvor keyin buni ichidagi nam chiqib olishi kerak. Ozroq qurib olgandan keyin yopib yuboriladi. Keyin juda ham zo'r. O'z navbatida ketgan bo'ladi. Ustoga devorimiz sho'r holatda bo'lsa-chi, uni ta'mirlab bo'ladimi? Sho'rda yo'q qilsa bo'ladimi? Ha, sho'rda o'zini antisol, ya'ni tuzga qarshi antisol suriladi, yuviladi. Agar unda ham bo'lmasa, oxiri o'sha devor qo'parib tashlanib, boshqatdan ishga turiladi. Buni ham joyiga qarab maslahatlarni berib o'zimiz qilamiz. Antisol uramiz, gidroizolyatsiya uramiz, keyin undan ham qutulsa bo'ladi. Hammomlar ustiga обязательно gidroizolyatsiya qilinib, keyin uramiz. 10 yil garantiyasi bor ishlariga do'stlar. 12 ta viloyatga, undan tashqari qo'shni davlatlarga ham chiqib xizmatlaringizni qilib beradilar. Narx-navosi $10 dan bundan ham arzonroq fasonlari bor, ya'ni maloshi rangli sariq bir polosali travertinlar bor. Ularni $8 dan urasizlar. $8 dan $12 gacha ishlayapmiz hozirda. Bu ham kelishilgan holda, ya'ni viloyatlarga qarab, ya'ni o'sha maslahatni qilib qilaveramiz. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Telegram nomerlari ham bor. Bemalol ishlaringizni chiroyli qilib beradilar. Videoga like bosinglar, ustoga sizga rahmat. Nasib bo'lsa, obunachilarimga ozroq chegirmachalar qilib berasiz. Chegirmalarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsin, ishlarini chiroyli qilib bitirib beramiz. Hamma viloyatga chiqamiz. Vaqtlaringizni ko'rganlaringizga hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.